Ben müşk yigit. Ben müşk yapılan kız. Ben patlıcık balvan. Biz yolga çıktık. 他们能拯救世界，谁是那些英雄？来展示给你看。水翼小英雄就是我们，水翼小英雄就是我们，大家在睡觉，打起笨嘴，谁想世纪Oğlunu konuq düşürüşünü bilmeymen. 水翼小英雄就是我们，水翼小英雄就是我们。 Bizga uxlash yeydi geldi. Müşk yigit ve kichik niqoblanguvchi. Tez bo'linglar birodarlar. Men bugun sinfga birinchi bo'lib kiraman. Ha? Mening partamga nima bo'lgandi? Qarag'anda birsi o'rgatgan o'xshaydi. Men senga yordamlashay. Hey, sizlar doim yaxshi natija olasizlar. Mening topshiriqimni ishlab bersanlar Hozir bo'lmaydi. bo'lmaydi. Biz partini yig'ishtirish bilan aldirash. Bir chetga turinglar, meni yig'ishtiray. Ha, ma'qul. Topshiriqqa kelsak, sizlar shundoq aqlli tursanglar, mening topshiriqimni cho'qim ishlab bera olasizlar. Bo'ldi, qilsan, ham qalaymi qilyapsan. Kechirgin. Men faqat Konu, tez bunun qarg'ini. Ma'qul, kechirgin Kamiron. Hozir men bek aldirash, senga yordam beramayman. Konu, menimcha biz Kamironga yordam qilishimiz kerak. Biroq bu ish bek muhim emas. Qarg'ina oyoq izining buncha kichikligiga qaraganda cho'qim bir g'alit ish yuzbadi. Buni aniqlashimiz kerak. Uxlash kiyimlik azmatlar, otlanaylik. Sig'ib kirib kechiga, huzurli dunyoni. Shaharda har kuni kechida azmatlarni tarkib topgan bir atraf taxt bo'lib turadi. Ular jinoyatchilarga jasurlik bilan zarba beradi. Emma bo'lsa, Men ish yapilan qiz. Geri bo'lsa, Men patlıcık balvan. Kondo bo'lsa, Men müşk yigit. Biz uxlash kerak azmatlar. Natijada ko'rsatilishicha niqoblanguvchilarning oyoq izi ekan, biroq sal kichikkan-ku. Bu odamning futi bekli kichikkan. Agar niqoblanguvchilar bo'lsa, demak bu xatardan derak berdi. Shundoq, bo'yining kichik bo'lishi uning cho'ng'avorchilik tug'dirmasligidan derak bermaydi. Xuddi menga o'xshash. Agar bu bir niqoblanguvchi bo'lsa, demak tunda niqoblanguvchi askish qilmoqchi degan gap. Men bilmayman. Müşk yigit balkim shundaqdir. Bir niqoblanguvchi ekan. Qarag'anda bu kichik tipdagi niqoblanguvchi ekan. Shundoq u bo'ykli kichikkan. Uning ustiga xeyli umaq ko'rinadi ekan. Ozroqmi umaq emas ekan. U degan bir niqoblanguvchi tursa. U qarmoqqa bizdan qo'rqayotgandek turadi. Hech nima bo'lmaydi, qo'rqmagan. Seningcha u nima deyotgandi? Bilmayman. Balkim u yordamga muhtoj. Agar u avorchilik uyuqqan bo'lsa, unga yordam beraylik. Uni cho'qim tunda niqoblanguvchi avatgan gap. Uning partamda qanday qilganini esinglardi-ku? U yo'ldan ezib qolgandek turdi. Balki maktabda yoki bu yerda ezib qolgan bo'lishi mumkin. Sen bu yerda nima qilasan? Rasululloh, yo'ldan ezib qoldingmi? O gapni tushunmaydi müşk yigit. Balki bizni aldamoqchi bo'layotgan bo'lsa kerak. Uning jiq gap qilishning o'rni yo'q. Biz endi uni chiqarib yetaylik. Müşk yigit, u seni yo'qtirdi ekan. Nertor. Bu yoq kela. Endi sen kessang bo'ladi. Bo'ldi qil. Biz mükishmak o'ynamaymiz. Hey, o ne hareketdi? Nima qilmoqchisan? Qo'limga tushdi. Müşk yigit, meningcha u sen bilan o'ynashyapti. Shunda, u askish qilmoqchi bo'lsa, nima ish qilsan bilan o'ynashidi? U men bilan o'ynashyapti-da, uning bu yerda qilayotganini qaranglar. Bu butunlay bir opa. Yana asosiyatdan o'zim qalayman qilyapti. Undaq emas.
Ketgin, tez qaytib ket. Müşk yigit, o bak qo'rqyapti. Sen uni bunda haydavasan bo'lmaydi. Uni chuqum haydayotishim kerak. Bir niqoblang'uchining sirtida lag'aylab yurishi askish qilishdan derak berdi. Biz bu yerdan ketib uni izlab tepishimiz kerak. Burkut aeroplaniga o'ltiraylik. Tündünü qaplang'ichini izlaylik. O'tkir kes. Men hech nimani ko'rmadim. Sen-chi Müşk yigit? Men hech nimani ko'rmadim. Sen? Sen biz bilan birga Sen kelibsan-da. dunyoda paydo bo'lmasliging kerakdi. Müşk yigit, jazm qilmang-ki, unga yordamimiz kerak. Yo'q, bexatarligimizni kafolat qilish uchun uni bu yerdan haydashimiz kerak. Bo'ldi, yerga qo'nishdan burun hech nima qilmasligimiz kerak. Yana kelib umucha o'ltirsin. Fatmachiq polvon yerga qo'lg'ichi uni tizimga Mana be, o'ltirsin. men uni ovarchilik topmasligiga kafolat qilay. Yo'q, uni tez menga be, Fatmachiq polvon. Endi bunday qilma. Ha, tutib oldim. Endi o'qish bo'lgansan. Men xato gap qilmaganman, u bizni tushiryapti. Müşk yigit, rost gapni qilsam, biz sening sababingdan tushib ketdik. Qaytib ket. Müşk yigit, o bizning yordamimizga muhtojlik turadi. U boshtabni qalaymiqan qilyapti, yana burkut aeroplan tushiryapti. Nimish buni yerdan qilmas, qaytib ketgan. Ha, yaxshi. Nayt yaxshi. Tündünü qaplang'ichi. Sizlar uxlash kiyimlik azmatlar g'oslarning kichik shpionimga uchrag'inlarni bilaman. Shpion? Shpion? Men boshida sizlarga shunday degan-ku, bu kichik niqoblang'uchi aniqli yaxshi odam emas. Uxlash kiyimlik azmatlarning bosh shtabiga doir men bilmoqchi bo'lgan hamma ishni menga so'zlab ber. Shunda men u yerni kontrol qila olaman. Sening amdi shpion bo'lg'im yo'q deganing nimasi? Men bu uxlash kiyimlik azmatlarga omroq demoqchimisan? Sen ularni bek yaxshi ko'rib Ular sen bilan do'st bo'lmaydi. Bu hamoqat kichik niqoblang'ichi. Ular degan uxlash kiyimlik azmatlar. Sen ularni yoshirin nazorat qilishing kerak. Unda qilma. Mening kaynimga uyda olsang bo'lmaydi. Müşk yigit, u bizni setyapmidi. Uning faqat biz bilan do'st bo'lg'isi bor ekan. Hozir u yordamga muhtoj. Agar u hozirdan boshlab bizni nazorat qilsa, agar shunda qilsa, biz unga yordam bersak bo'lmaydi. Ha? U nakatdi. Tangdoshsiz mushuk sakrashi. Yo'q! Shilim chiqchaplar. Fatmachiq polvon, nechga qiz? Men chaplashib qoldim. Ha, endi sen shilim chiqchaplarning oldisi g'ayratding. Niqoblang'ichi, uni tez qo'yib. Niqoblang'ichilar chiqinglar. Agar mening shpionim bizni sizlarning bosh shtabinglarga boshlab berishni xohlamasa, undaqda men koni hunarimni ishga solaman. Ularni tutinglar, niqoblang'ichilar. Endi qanday qilsam bo'lar? Tunda niqoblang'ichining doim boshtabga berib bizni kontrol qilg'isi bor. Ha? Menga yordam qila olamsan? Sana ko'p rahmat kichik niqoblang'ichi. Hojidan tushganda sana yordam berishim kerakdi. Boshqalar qiyinchilik yo'liqqanda biz yordam berishimiz kerak. Kechirgin. Uxlash kiyimlik azmat o'tirib chiqdi. Agar meni qo'yiversin desanglar, sizlarning bosh shtabga qanday kirgili bo'ladiganligini menga deb beringlar. Mumkin emas. Ha, nima? Sen qanday tushding? Shundoq tunda niqoblang'ichi, sen bosh shtabni menga kontrol qila olmaysan. Uning ustiga men bunga yo'l qo'ymaydigan tursam. Demak bu ostonchaqni sen qo'yib yetib ekansan-da, to'g'rimi? Tangdoshsiz mushuk sakrashi. Oyoqlashdi. Hamoqat niqoblang'ichilar. Bu ablaqlarni o'zim to'say. Shilim chiqchaplar, shilim chiqchaplar, shilim chiqchaplar. Ehtiyot qilinglar. Endi unga yordamlashmak kishini bizar qiladigan kichik niqoblang'ichi. Ha! Darajadan tashqari ushqir mushuk. Bo'ldi.
adil bo'lmadi. Ha. Sizlar uxlash kiyimlik azmatlar doim mening planimni buzib o'tsizlar. Ishga ketsanim qilmoqchi. Yordam berman. Azmat har qanaqa odamga yordam qiladi. Garchi tunni niqoblanguchi bo'lsin. Ha, mayli hamsa, sening tanishingning to'g'ri ekanligini e'tirof qildim, kichik niqoblanguchi. Men senga rahmat aytishim kerak. Mangayli niqoblanguchilar. Meningcha xo'shlashadigan vaqt bo'ldi. Ha? Ha, nemishqa meni ursan? Uning men bilan o'ynag'isi bordek turdi. U mükshmak o'ynashga bak usta. Mükshmak? Ha, meni tutamaydi deb o'ylab qoldingmi? Bilamsan, buni o'ynashga hech kim mendek usta emas. Meni tutib oldim. Deysan. Tunda niqoblanguchi bilan niqoblanguchilar bu o'yin bilan bir mazgil odrash bo'lib ketadigan bo'ldi. Uxlash kiyimlik azmatlar billa tantan qilayli. Har bir kun kechida qizimiz dunyoni. Sizlarning menga takror qilib berganingizga rahmat. Arzimaydi Kamiron. Boshqalarga yordam berishni xushallik deb bilamiz, to'g'rimi? Ansirma. Bak yaxshi bo'ldi, yana boshqa ishlardimi yordaminglar kerak? Qandoq yordam? Mükshmak o'ynash, mükshmak o'ynash. Mükshmak o'ynash. Tutamadim-ku. Bundaq yurishsa herib qoladi ekan.